أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أستعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Rabbimiz Celle ve Ala'ga çeksiz hamdü sanalar bolsun ki biz Uyghur Müslümanlarının peşimizga nayet eğir sınakla, kıyınçılıkla, müşkilatla kelgen bolsumu Rabbimiz Celle ve Ala bizni dinden ayrı etmedi. İslam etiqadından ayrı etmedi. İman nimeteden ayrı etmedi. Ve şundakla İslam dinimizin imanının asasi prensipleri boğan, asasi yıldızları boğan ilim ma'rifettin, yani Allah'ın dinini ügünüştün ve ügütüştün bizni ayrı etmedi. Hem de Rabbimiz Celle ve Ala yuqorqi ayet-i kerimede şundak deydi: Yerfa'illahüllezine amenu minkum. Sizlerden mümin boğan kişilerini vellezine utul ilme ve ilim berilgen kişilerini bir netçiliğan derece yuqur mertebeki götürdü. وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ve ilim berilgen kişilerini de Rabbimiz Celle ve Ala bu şekilde düşündürdü. Rabbimiz Celle ve Ala ilim berilgen kişilerini dereceler yuqur götürdü. Yani bu yerde derecat, bu balagat kaydesi asasen bu bir yaki bir neçe derece bulmasından nurgulluğan derece yuqur götürdü. İlim berilgen kişilerini. Demek senin birinci imanın bolsun. İkinciden İman bilen birlikte iman bilen toktap kalmay, ben mümin buldum dep toktap kalmay. İkinciden ilim ügen ve şundak boğa vaxtıda sen yuqur mertebelik hayat yaşay alaysan degen bu hukumni bizlerge düşündürdü. Ve dünyada qaysı bir millet zebunilik, harlık, biçarlık haletlerde qap qalgan bolsa, bu millet işini nereden başlaş gerek? Birinci, Allah bilen boğan münasebetini yaxşılaş, Allah'a boğan imanını müstehkemleş, Allah'a boğan etiqadını müstehkemleş. İkinciden, bunu kıplı toktap kalmasın, Allah'ın dinini ügünüş ve Allah'ın dinini tıkımı çunkur şendürdüğün bilimlerini ügünüş degen mezmun qap bardı. Eğer muşunu kılalıqallar, yuqur mertebelerge, yuqur derecelerge, Allah'ı şan şereflerge erişidu. Hem de Muaviye radıyallahu anh Ravayat kılgan hadiste bu kişi deydi: men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şundak anladım. Men yuridillahu bihi hayran. Allah bir kişiye yaxşılıkını irade kılsa, yufaqqihhu fid din. O kişini dinde faqih koydu. Dinde faqih kılıdı. Yani bu yerde yufaqqihhu fid din degen yuallim fahmed din. Yani dinni çünüşünü ügütüdü. Ya ki dinni çöndürüp koydu. İslam ne? Şeriyetini çöndürüp koydu. Ya çöndüreligidek şarait berdi, paraset berdi. Şundak mektep şaraitlerine erişeleydi, yaxşı ustazlarga erişeleydi. Eğer ustaz bolsa, o'qituvchilar bolsa, tarbiyatchilar bolsa, bularmı şu özü ügüteleydigan, ügetkenini çöndüreleydigan şundak talibül ilimlerge, şu Allah'ın dinini bileleydigan şundak kişilerge erişeleydi. Rabbimiz Celle ve Ala şundak şarait hazırlap berdi. Kimge? Allah yaxşılıkını maksat kılgan kişiye berdi bunu, her kimge emas. Bu hadisni İmam Bukhari ve İmam Müslim öz kitaplarında bayan kılgan. Bu ilim marifetke bundak Allah'ı ta'kidlişimiz ve en muhim de karışımızdık sebep biz Uyghur Müslümanları boluş sübtimiz bilen tarihten bu yan peşimizin nime kelgen bolsa bilimsizlikten, cehaletten geldi. Hazır mı şundak? Bilimsizlikten, cehaletten. Bilmeyimiz emas, bilimiz. Ama dinning ma'lum bir taraflarini yoki ozg'ini bir taraflarini bilimiz mükemmellik nisbatına ait az.
يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. Hem de muşu ilim ma'rifatning va Allohning dinini o'rganishning muhimligini his qilgan asosda Rabbimiz Jalla va Alaning bizlarga ne'mat qilib in'om qilib berishi bilan va sharoitlarni hozirlab berishi bilan bu Darul Iman ismidagi bu maktabimizni 2014-yili 7-oyning 7-kunisi qizlar qismini bunu ochdik. 140 o'quvchi bilan bunu boshladik boshlanish jarayonida. Hozir 250 yoki uningdan bir necha atrofda jiq bo'lishi mumkin o'quvchimiz bor, kundalik darsga qatnashayotgan qiz o'quvchilarimiz. Endi bu qizlar qismini ichib bir necha oylardan keyin o'g'illar qismini ochdik. Darul Iman o'g'illar qismini ochdik. Bu yerda hozir 150-160 atrofida o'g'il o'quvchilarimiz bu yerda o'qiyotdi. Endi bu yerda o'qiyotgan o'qishlar biz birinchi hech nima bilmaydigan bir o'quvchi bu yerga kelsa, Qur'oni Karim savodi bo'lmagan, Allohning dinini yaxshi tushunmaydigan, bilmagan o'quvchilar kelsa, birinchidan biz qoida o'rgatamiz. Ya'ni qoida nuraniya degan shu arab uslubi bilan tuzilgan qoida nuraniya deydigan shu kitobni o'rgatamiz. Buni shu arab uslubi bilan o'rgatamiz hamda ilgari uslublar bilan emas, buning mahrajlarini, tajvidlarini nihoyat diqqat qilgan asosda. Hattoki qoida nuraniya sinflarimizda qizlar qismidami qiz, ayol arab ustozlar, erlar qismidami arab ustozlar shu birinchi bosqichdan boshlab shunday o'rgatadi. Kursimiz, qoida nuraniya kursimiz 3 oyda tugaydi. Bir 2 oy, 3 oy jarayoni tugaydi. Boshdan boshlaymiz. Bir sinf bolalarini yig'imiz hamda 15 dan 25 kishilik bo'lgan oralikda bir sinf bolalarini yig'imiz. Bularni yig'ib ustozlar talaffuz qilish, har bir harfning mahrajlarini chiqarishdan boshlab shunday o'rgatib, bularni to'g'ri bir shaklda Allohning kitobini tilovat qila oladiganga hozirlik qildirish maqsadi bilan shunday o'rgatadi. ألف صغيرة ضا فتحة ألف صغيرة ضا فا فتحة ألف صغيرة فا فتحة ألف صغيرة فا قاف فتحة ألف صغيرة قا قاف فتحة ألف صغيرة قا كاف فتحة ألف صغيرة كا كاف فتحة ألف صغيرة كا. Bular tugitib bo'lgandan keyin bularning imtihoni elinadi. Imtihonni o'tadiganlarni Qur'oni Karimni qarab o'qiydigan sinfiga chiqaramiz. Tilovat sinfi deb ataladi. Bu tilovat sinfidami ustozlarning aytib tajvid ijodida diqqat qilgan asosda Qur'oni Karimni yaxshi o'qiydiganga, go'zal o'qiydiganga yetakchilik qilgan asosda Qur'oni Karimni qarab bir butun o'qib tugitadi. Buni qilib bo'lgandan keyin 3-bosqichda bular yo shariat sinflariga bo'linadi. yoki bo'lmasa hafizlik, qarilik sinflariga bo'linadi. Qiz vallaning o'qish ahvoli shunday bo'ladi, o'g'il vallaning o'qish ahvoli shunday bo'ladi. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله. Bizning yataqda qoladigan o'quvchilarimiz bor. Yataqda qilayotgan hozir naq yataqda etib o'qiyotgan o'quvchi 70 atrofida, ya'ni 30 qiz bola, 40 atrofida o'g'il bola yataqda etib o'qiyotdi. Endi bu yerda biz biroz o'quvchilarni ching tutamiz hamda. Toqat qanchalik yetsa shunchalik ching tutamiz va ideviy xizmatga nihoyat diqqat qilamiz. Birinchi e'tiqodiy jihatda tavhid, ahli sunniy val jamoa e'tiqodi bo'yicha Hanafiy mazhabni asos qilgan holda adam talibul ilm tarbiyalaymiz. Chunki bizning vatanimiz va biz yashayotgan bu diyor, ya'ni Turkiya Hanafiy mazhabni asos qilganligi uchun biz Hanafiy mazhabni asos qilib turib tarbiyalaymiz. Ondan keyin bizning o'zi adab, axloq, boshqa jihatlardan nihoyat diqqat qilib taqat yetishchi tarbiyani qilamiz. Qolgani hamda biz insonlarning qalbiga
biz qodir emas, o'quvchilarimizning qalbiga biz qodir emas, taqat yetishcha biz tarbiyani yaxshi qilamiz. Ustozlarga davomli mush haqda nasihat qilib turamiz va ustozlar bilan bu haqda fikr almashtiramiz. Haftada bir yig'inlarda mush o'quvchilarni qanday qilsak taraqqiy qildiramiz degan mazmunda har haftada bir qitim ayollar ustozlar qismi yig'ilib va o'g'il erlar ustozlar yig'ilib turib shundaq bir yig'in olib beriladi. Bizning bu muallim o'qituvchilik sepimizda Uyg'ur ustozlar vatanimizda o'qigan, chet ellarda o'qigan, nayt oliy bilim yurtlarida ilm tahsil qilgan va tajriba egalari bo'lgan shundaq bir ustozlar dars beradi va shuningdek arab ustozlar bor, nayt cho'ng o'z sohalarida pishgan kasb ahli bo'lgan ustozlar, buningda arab ustozlar dars beradi va shuningdek ma'lum shaklda turk ustozlar dars beradi. Mush 3 xil millatdan tarkib topgan ustozlar qo'shonimiz bilan birlikda Robbimiz jalla va alaningki iltifotiga, marhamatiga, rahmatiga asosan shundaq bu xizmatlar qilinib kelyapti. Allohga cheksiz shukr. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Endi biz ilgari boshlagan vaqtimizda mushu hozirgi biz turayotgan mavjud mushu binoda boshlagan bo'lib bu xizmatimizni. Mushu bir bino bor edi. Keyin ozgina bir vaqtdan keyin ikkinchi bir binoni Robbimiz jalla va alaning ne'mati bilan buni setib olgan bo'ldik. Üçüncü yana bir yani onu qilgan bo'ldik. To'rtinchi qitim yana bir yani qilgan bo'ldik. Hozir bizning 4 joyda faoliyatimiz bor. Yuqorida deyilgandek naq ta'lim tarbiya ilayotgan o'quvchilarning soni 400 yoki 400 dan biroz oldi keyin mush jarayonda bo'layotdi. Ustozlarimiz va mush haqda muqim kuch chiqarib xizmat qilayotgan kishilarimizning soni 30 kishi bu xizmatga vaqt ajratib maxsus xizmat qilayotganlar va buningdan sirtmi Alloh rizoligi uchun atrofimizda buningga ko'ngil bo'lib attigan oqshomlari yoki vaqt qanchalik chiqsa yoki bizning jiddiy bir ehtiyojimiz bo'lib qolsa o'zining hatto jiddiy ishlarini qo'yib shunday xizmat qilayotgan yaxshi solih musulmon muvahhid qarindoshlarimiz bor. Demak, shu shaklda biz bu Allohning dinini ustun qilish uchun, Allohning kalimasini ustun qilish uchun shunday tirishib kelyapmiz. Endi maktabimizning asosliq nishonimiz nima deganda biz bu yerda ahli ilm yetishtirish, tizdan ahli ilm yetishtirib chiqish bizning birinchi nishonimiz. Undan boshqa qo'shimcha g'oya, nishon, fikrlarimiz bor. Ammo asosliq nishonimiz, asosliq g'oyamiz Allohning dinini biladigan, o'zi to'liq bilgan va o'rgatalaydigan. Ya'ni Qur'oni Karimni, hadis ilmlarini va Qur'oni Karimning tafsir ilmlarini va hadisning sharhi qismlarini va fiqhi ilmlarni ulamolar bu masalaga nima deb qaradi? Hanafiy mazhab nima dedi? Shofiy mazhab nima dedi? Qaysi oyatga asosan bu masalani o'tirib qo'ydi? Qaysi hadisga asosan bu masalani o'tirib qo'ydi deb ijtihodiy masalalarga qadar mushuni tushunalaydigan, mushundaq bir arab tilining asli manbasi bo'lgan mushu holatida mushu dinni mushundaq shaklda o'rgatishga biz buningga terishib kelyapmiz. Ya'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin deyindek "Men yuridillahu yufaqihu fid-din." Bu yerda dinni tushunish ayrım bir mesele, o'qish ayrım bir mesele. Ba'zi kishilar o'qishi mumkin, ammo tushunish ayrım bir mesele. Shuning bizning davomli ching turadigan nuqtamiz o'qitish emas o'quvchilarimizni. O'quvchilarimizni o'qitish emas, balki o'quvchilarimizga tushuntirishni maqsad qilish. Tushundirish o'quvchilar mushaqqa kuch chiqaryapmiz. Robbimiz jalla va ala bu qilgan xizmatlarimizni o'z huzurida qabul qilishini ve şundaqla bundan keyin bundan yaxshi bo'lgan xizmatlarni bizga nasib qilishini ve yaxshi natijalarni hosil qilib berishini ve biz bir ojiz bichora insonlarning g'oya maqsadlarimizni amalga oshirib berishini Robbimiz jalla va aladan to'g'anchilik bilan so'rayman. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.
أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنى تسبيك ثقافتها تأتيك النبع الرقراق أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وليوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجا تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي